hozir sizlarga to'g'ri restorandagi pishirishni o'rgatib qo'yaman. Sizlarni ham xo'jayinim manerimga o'xshab bir maqtab qo'ysizlar. Birinchi o'rinda kartoshkani to'g'rab, bor yo'g'i 2 minutga suvga qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Keyin tovuqlarni olib, mana shunaqa kusochkalarga kesib chiqamiz. Tuz, ziravorlar, ketchup, soya, olivka, yog' solib marinovka qilib qo'yamiz. Kartoshkamizni nimaga qaynatamiz? Чтобы duxovkada ichlari qattiq bo'lmay pishishi uchun. Ziravorlar, olivka, yog' solib duxovkaga yarim soatga yuboramiz. Tovuq bo'lichalarimizni shpashkaga tiqib olamiz shashlikka o'xshab. Keyin ikki yoq tomonini ozgina yog'da skоворodkada qovurib olamiz. Qovurayotgan o'zida ichlarigacha pishib, sraz tayyor bo'ladi. Keyin qizil piyoz bo'lmasa oq piyozni to'g'rab olib, keyin bodring, pomidorlarni to'g'rab. Shularni hammasini bittada qovurayotganinglarni o'zida qo'shsanglar bo'ladi qizlar. Salatimizga ham ozgina limon suvi bilan olivka yog' solib, tuzlab aralashtirib olamiz. Endi yoniga sous qilamiz. Smetanaga cho'rkadan chiqazilgan bodring, chesnok, ziravorlar solib aralashtirib olamiz. Endi eng yoqimli joyi bu tarelkamizga bezatib tortish. Meni uyimda oddiy lavash edi, o'shaning uchun dumaloq qilib o'zim kesib oldim. Yoniga salat, free souslar bilan tortib olsanglar qizlar, ishtahanglar ochib yubordimi? Xo'jayinimga tayyorlab berdim, xuddi restorandga chiqibdi deb mazza qilib maqtab yedilar.